Mana Sulaymonov. Pas, yaxshi kombinatsiya, imkoniyat bor. Hisob tenglashmoqda. Andijon hisobni tenglashtirdi. 1-1. Shatsixning o'zgarishlari hujum boshlab berdi va jamoa gol urmoqda. Mana shu kombinatsiyada Andijon yo'l topdi. Va e'tibor bering. Shohjahon Yorqinboyev gol uryapti. Hozirgina maydonga tushgan futbolchilar. Sal avval maydonga qo'shildi Bekzod Sulaymonov. Keyin esa u bilan birga tushgan Shohjahon Yorqinboyev gol uryapti. Havodan va qanotlardan yo'l topilmadi. Keyin markazdan yurib ko'rdi Shatskix hamda Andijon va gol urilyapti. Bu safar himoyachilar yo'l bermadi. Yorqinboyev esa aqlli zarba yo'lladi. Himoyachi Dilshod Komilov to'p yo'lini yopadi, e'tibor bering. U esa darvozabon uchun ham olis burchakni tanlaydi gol urish uchun. 1-1. Yig'lab yubordi. Bugun hozircha ikkita gol ko'rdik. Ikkala gol muallif ham ko'z yoshini yashirib o'tira olmadi.